Xullas bizlarni bugungi 3 ta bekor o'yinchilarimizni o'zlaricha serverga kirib mazza qilib Minecraft o'ynashmoqchi edi. Mana bitta Stuka kalla jurasi и Buratino и Qoravoy o'ynashayotgan edi. Va bular serverga o'ynayotgan edi. O'zlarini Kulbay bayramlasida va Stuka kalla Nigr hamda Gulham bo'lgan. Xullas ular mashqda kech o'ynasa o'tirishgan va bular ham chatda yozishib o'tirishibdi mazza qilib. Atroflarni kuzatishdi, hech qanday mob yo'q deyishyapti. O'zi olsa mob yo'q akada. Lekin bizni serverimizda nega mob yo'q deyapti bizlarni. Keyin hozirchalik bizga hech qanday mob ko'rinmadi. Ikkita mob ko'rindi, bitta zombi deyapti. Men boshqa mob ko'rmadi. Mana ko'rganlaringiz zombini o'ldiryapti. Bizga ham bolta bilan qilishni sababida bizdan nima deydi? Billa o'yinchimizda xullas. Keyin ikkita zombini o'ldirgandan keyin mana bitta Negroid bilan Stuka kalla kelibdi. Keyin kimdir chatda yordam deb yozibdi. Keyin bizlar hayron qoldik. Stuka kalla jurasi aytdiki, kim yordam deb Qoravoyga salmoqchi edi xullas chatda. Keyin bizlarni o'yinchimiz aytadi, kim yozgan bo'lishi mumkin, sizlar yozmay bilamishmidi deyapti. Lekin bizlarni o'yinchimizdan miyasi biroz yo'q shekilli. Chunki kim yozdi deyapti. Nikisi lekin bularning nikisi boshqacha. Nikisi boshqacha edi. Xullas chatda. Keyin uni o'tiraylik deyapti. Keyin mana to'yam o'tibdi va bitlarda tuman tushibdi. Lekin tumayotganga o'xshamayapti. Lekin bizning o'yinchimizda Negroidning yoniga kelibdi. Keyin mana bu qishloq to'paylik debdi va bu Stuka kalla jurasi yuringlar qishloq topamiz debdi. Let's go do'stlar, qishloq qidiramiz debdi Stuka. Keyin bizning o'yinchimiz Negroidga go bo'lam qishloq qidiramiz debdi. Yo'l yurishsa ham mo'l yurishibdi. It yurishsa ham mo'l yurishibdi, mo'l yurishsa ham qo'y yurishibdi. Ular to'qib yurayotganda suvga ko'zlari tushdi. Lekin bu oddiy suv emasdi. Bizning o'yinchimiz hayron qoldi. Nega suvning ko'rinishi boshqacha? Biz hech qanday tekstura o'rnatmaganmiz-ku deyapti. Keyin yana kimdir yo deb yozdi. Juras, Stuka keldi. Qoravoymi? Okey debdi. Negroid Juras. Keyin Stuka kalla bizning o'yinchimizga qarab turgandi. Keyin nega qishloqlar hech qayerda yo'q deyapti. Hozir kech tushib qoladi deyapti. Keling yaxshi tezroq qishloq qidiraylik deb tezroq debdi. Yaxshi debdi bizning juramiz. Keyin men bir ikkalasi ularga gaplashib chatda yozishaverib Zaynab qordi boru. Keyin men bu Negroid jurasiga aytibdi. Hey, sen nima yapsan? Ketdik tezroq debdi. Keyin men bu Stuka kalla aytibdi. Qara meni skinim Stuka kallaga o'xshaydimi debdi. Da o'zi Stuka kalla yo'q. Basharasiga qaraydi buni. Voy onasini yemsin. Va keyin bizning juralarimiz har ham chatda yozishaverib Zaynab. Keyin yurishda ham mo'l yuribdi. Va keyin bizning o'yinchimiz qo'tyapti biroz. Shuning uchun kadrlar sekin ko'rinyapti. Didn't get a good gameplay so fast and it was gone. You save marble, nothing. Low view, this tank. Keyin bir balo deb yozdi. Bizning o'yinchimiz qo'rqib ketdi. Negadir qo'rqoqlarga o'xshab qoldi bizning o'yinchimiz. O'zi qo'rqoq ekan bizning o'yinchimiz. Men bu to'g'ri oldi ko'rdim, aylamayapman deyapti. Keyin yana bir balo deb yozdi. Keyin qani ko'raylikchi bitta nima o'rasan deb jura qarabdi. Hech narsa yo'q debdi.
ikkalasi ham uchalasi ham yutib qolibdi. I know no with guys debdi Juras. Nimaga tushunmayman. I will not hear me debdi. Keyin sizlar uchun shu kadrlarni biroz o'tkazib yuboraman. Bu yerda hech narsa bo'lmagan, shunchaki soundtrackdan boshqa hech bo'lib bo'lmagan. Keyin bilan yuramiz, yuringlar, tezroq qishloq topaylik. Okey, tezroq qishloq topishimiz kerak. Bo'lmasa biza ketib yuboramiz bunaqa o'ynashda debdi. Va keyin ular qishloq qidirishni davom etishibdi. Yo'l yurishsa ham mo'l yurishibdi debdi. Va nihoyat okey, villager debdi. Lekin xursand bo'lishga hali erta edi. Chunki ularni u yerda juda qo'rqinchli narsalar kutib turgan edi. Ya'ni ular bu yerga qarashganda bitta ham yigit yo'q edi. Va ular hayron qolishdi. Nega hech qayerda villagerlar yo'q? Minecraftda villagerlar ketib boraman debdi. Menga villagerlarni topinglar debdi. Keyin biri o't debdi bizning o'yinchimiz. Keyin kimda eshikni eshikni ochib yotganini eshitdilar. Bizning o'yinchilarimiz. Bu yerda villagerlar yo'q-ku debdi. Biz o'zimiz o'ynayapmiz debdi. Yana bir bola 1.9 debdi. Lekin biz 1.16-versiyada o'ynayapmiz debdi biz o'yinchimiz. Keyin ular qishloqni boshqa joylarni ham ko'zdan kechirishga qaror qilishdi. Va ular yurishdi qishloqni ko'zdan kechirayotganlar payti hamma uylarni kirib chiqishibdi. Eshiklarni yo'qaverib, ochaverib Zaynab qarashdi bor. Keyin men bu uyga lekin kira olishmabdi. Deb ustiga keldi Jurasiya ko'z yig'lavoribdi. Keyin esa bu yoqga Qo'rg'on Juras qarab turdi. Keyin bittasi chatda deb yozibdi. Lekin bu qon edi. Bizni lo'q deb bo'lyapti-ya bular. Bu Redstone-ku. Ama video reallikka yaqin bo'lish uchun qon deb tasavvur qilamiz. Keyin bitta qo'llarni ko'rsatdi bizning o'yinchimiz. Keyin minoraga kirganlarda alo! Qo'rqinchli narsa bo'lgan. Odamning kallasi. Imam bu to'g'risi ishtonga pampresni to'ldirib chiqaribdi. Keyin nima qanday? Qonli bosh deb yozibdi bizning o'yinchimiz. Qanday deb qichqiribdi. Keyin tezroq bu yerda ketishimiz kerakmi yo'qmi deb bizning o'yinchilarimiz ikkilanib qolibdi. Keyin bizlar yana bir deyapti. Keyin ular qishloqda uy qurishibdi. To'g'risi biroz qasrga o'xshab qolibdilar. Keyin ular yana soundtracklar ovozlar eshitdilar. Mana bular bu lo'q tupoy o'yinchilar ekan. Minecraftni birinchi marta o'ynayapti. Kompotni uyga kirmabdi. Temirchining uyida zo'r narsalar bo'lardi. Lekin bular kirmadi bu tupoylar. Keyin biza kiravat yasashimiz kerak, lekin hech qayerda qo'y yo'q deb chatda yozishdi. Zaynab qo'shibdi. Keyin yo'q, yana biza tunda qanaqa o'tdamiz deb suti kallasi Jurasiya yig'laveribdi. Keyin bular ham chatda yozishib Zaynab qo'rdi boruvchi. Keyin bular yana piyoyim deb suti Jurasiya yig'laveribdi. Keyin bular yana atrofni ko'zdan kechirishga qaror qilishibdi. Lekin ular chatda yana yozishibdi. Keyin Qo'ravoy do'sti atrofni kuzatishga ketibdi. Kechqurun bo'libdi. Keyin biz o'yinchimiz omad deb yozibdi. Mana kech tushdi ko'rganlar deb. Va o'yinchimiz ham atrofni tekshirayotgan edi. Tekshirayotgan bir payti nima bo'ladi bilasizlarmi? Alexni uchratadi. Aynan mana shu yerda u turgan edi. Hozir sizlarga buni ko'rsatishim mumkin xohlasanglar. Hozir bilib olasizlar. Mana bu yerda Alex turuvdi. Lekin sizlarga ko'rmay qo'yganda. Mana. Hozir biroz o'tkazib yuboramiz. Lekin sizlarga ko'rmaydi. Bu yerda lekin Alex turgan edi. Va bu yerda g'alati Alex bir deb yozdi.
Hem sana korova juramiz oldu gitti. Vakiyim buttu. Bulanı kulken geçirdi. Vaki bule orada bir yürütene bastan stücü kelle juras çıktı. Alexis seni bırakamaz ki. Alexis Rostam bırakamaz. Seni bırakamaz. Diye yıkıla attılar. Stücü kelle juras yaptı. Yıkıla yok, Ken en isteyin özvi ağustip nigroid juras Ken en isteyin deyip tüketilen juras ki bizim içimiz karak gidiyor. Kutu deyip ne arttı bizim içimiz. Keyin uzarca bile martlık kınaman deyip dururdu. Lekin çıkarasmıyor yani uçarasın dokunu bir dedi Alex'e. Alex'e şiradi. Ben bunu işte onun çıktı oralar bir hoşlanmaz. Yani we aren't equipped the will of railing. Kim de şiradi uyarını bu. Kim uyarı bu da şiradi atraflayacak. Yani so we can find I say. I am in favor of running. Bizler bu yerden tezrek kaçıp başımız gerek yaptı. Bana sen bizim severimizde ahırı boy böyle etti. Stücü kelle juramiz uşana kadar yelle vardı. Stücü kelle juramiz yine yıkıla vardı. Ağzını açıp sudaki ahırı yıkıla vardı. Yine stücü kelle juramiz desen çıktı. Nigroid hanım stücü kelle oyuncumuzdan gıtıya karakter oldu. Öyle TBK çıkışını devam ettirişipti. Ve bana oynamadıktı. Lekin hamma yerde kulrang tuman bo'lib turuvdi hamma joy. Ve bizden oyuncumuza korkup gitti. Yani oyuncularımız. Ve ular o'zlarini uyiga kelganda ularning uyi joyida yo'q edi. Ana qirog'i uylari yonib ketgan edi. Va ular rostdan ham hayron qolishibdi. Bizani uyimizga nima qildi? Axir deb yig'layapti bizni. Suyuq kalla juramiz. Hatto hechkimlar yo'q. Kim yoqqan shunga yoki issiqlikdan yonganmi deydi. Keyin men bitta nigroid bili suyuq kalla orqaga qarab turgan edi. Keyin u yerda Alex turgan edi. Va ularning ekranini pishidatib tashladi. Va ularni serverdan o'tib o'ynashdi. Va bu judayam qo'rqinchli bo'ldi. Sizlar ham serverda o'ynamanglar maslahat. Bu sizlar uchun dars bo'lsin. Nigroid stüdiyada va o'yinchi.